Vodiylik ustalarimizdan yangilik. Qaranglar, bu non 5000, bu 1000 so'm. Qanaqa qilib 5000 ga olib kelishni yo'lini ko'rsataman. Qaranglar akalar. Shuni eshikni ochib kirasizlar. Olib kirganlaringdan keyin mana kompressor apparatiga aka mana bitta qo'yib bering o'zingiz. Shuni olib qo'yganlaringdan keyin ikkita shogirdning ishini bitta mashinanomizda o'zi qilar ekan. Buni videolari internet tarmog'ida juda ko'p, mana ko'rasizlar. Kompressorga sekin boradi. Kompressor bosim bilan bosgandan keyin yon chekkalari ishib olmaydi, buni zo'r qulaylik tarafi. Keyin bu o'zi bosgandan keyin alohida chekishi bo'ladi. Kompressordan o'tgandan keyin chekishga ham boradi. Ya'ni noningiz zuvala holatidan tayyor tandirga yopiladigan holatga kelib chiqadi. Oddiy mashinanomizda olasizlar. 1 2 3 5 ta nonni qoplitni mana shu ko'rib turganlaringizni bitta apparat liniyada chiqarib beradi. Xo'p, endi buni to'liqroq ma'lumotini, narx-navolarni hamda barcha ma'lumotini Muhammad Izo akamdan olamiz, to'liqroq ma'lumotini. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo'lbek aka. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar. Hormanglar. Akalar, Navoiy akalarimiz uchun zo'r yangilik. Albatta. Bitta qulayligini oldin aytamiz, bitta shogirdga ham o'rtacha 100 mingdan pul berishadi. Endi bu stanovida oladigan bo'lsalaring, shogird-bogirga alohida pul to'lashmaydi. Albatta. To'g'rimi? Shogirdga pul to'lashmaydi. Endi buni yana qolgan qulaylik taraflarini bitta aytib bersangiz, narx-navo. Xo'p, masalan, bitta novxonamizda 10 xil odam ishlaydimi? 10 xil sifat chiqadi aka. Bu apparatimiz bitta ishladimi? Hammasi bir xil sifatda o'rtaga chekiladi. Xo'p, o'sha fasonni bemalol beraveradi. Keyin sifat masalasini gapirib o'tdik, endi tezlik masalasi bo'yicha. Xo'p, bu apparatimiz bitta o'zi bemalol soatiga 500 ta 600 ta nonni bemalol chekib beraveradi. 1 soatda, soatiga. Ya'ni o'rtacha Navoiy akalarimiz 2 kilo ham 2 qop non yopayotgan bo'lsa, buni olishadigan bo'lsa 4-5, ya'ni 2 barobar oshadi. Albatta, odam sonini qisqartirmasdan turib bemalol 4 qop, 5 qop, 6 qopgacha chiqib boraveradi. Ham foydasi oshadi, ham mehnat samaradorligi, ya'ni unaqa ko'p ortiqcha kuch sarflamaysiz. Mashinadan oladigan bo'lsa, oddiy qilib aytganda, o'zingiz mehnatingiz kamayadi, to'g'rimi? Albatta, xuddi shunaqa. Endi aka buni grammlarini, qanchalik grammli oladi, keyin bu apparatimizni narxini eshitib ko'ring. Albatta. Hozir bu kompressor alohida, chekish alohida ekan. Shularni yana bitta ma'lumotni bering aka. Xo'p, bu non apparatimiz haqida juda ko'pchilik biladi. Boshqa non apparatlar haqida ham demoqchiman-da. Xo'p, UMA firmasini juda ko'pchilik yaxshi bilsa kerak, chunki 2020-yil salkam 5 yildan beri faqat non apparatlar chiqaramiz va turli xil assortimentlarimiz bor. Ya'ni odamni talabiga qarab, ya'ni arzondan tortib qimmatigacha, ya'ni sifatlisidan tortib eng sifatlisigacha. Ya'ni bu apparatimiz, ko'rib turgan apparatimiz UMA brendi ostida chiqib turgan nonchi uskunamiz hisoblanadi va bu uskunamiz, hop, narxi $500. Nimalar kiradi? To'liq apparatimiz kiradi. Bundan tashqari qolip chekishlari o'zi bilan kiradi. Qolip chekishlari. Masalan, biz apparatimizni $400-450 deb qolipini keyin qo'shilmaydi. Mana shu aytyapmiz. Mana $500 ga qolip chekishi hammasi ichida. Aka, mana qolipidan nechta qo'shib beriladi shunda? Xo'p, uni kelishiladi telefon qilgan paytda, albatta. Bu mana shu qoliplar haqida ham bitta ma'lumot berib, birinchi miyasini gapiraylik, keyin qolip haqida ma'lumot ham beraveramiz. Xo'p, juda yaxshi bilishadi birodarlarimiz, chunki non apparat haqida to'liq tushunayotgan odamlar. Sxemalarimiz oldin mana bunday sxemaga teriladi, faqat bu arzon uchun. Lekin hozir arzon apparatimiz bo'lsa ham, sifatini oshirish maqsadida, Navoiy akalarimiz ko'proq foydalanishin degan maqsad mana bunda ko'rib turganlaringdek, o'zimizni UMA brendi asosida mikro sxemalar ishlab chiqqanmiz. O'sha mikro sxemaga albatta, faqat non apparat uchun bu. Bu faqat UMA brendi asosida chiqadi va shu apparatlarimizga qo'yilgandi. Bu apparatimiz $500 dedik, ko'rib turganlaringdek, hop, bu yerda, hop, bundan tashqari voltmetr, bundan tashqari uch yoquvchi knopka va undan tashqari hop, ham vaqtni, ham tezlikni regulyatsiya qiladigan ikkita eng sifatli regulyatorlarimizdan qo'yilgan. Mana ko'rsalang bo'laveradi. Qolgan apparatlarimizda ham xuddi mana shular qo'yilgan. Faqat narxi nimaga hammasi har xil deydigan bo'lsa, u bulardan tashqari ichki sxemalar deyarli bir xil bo'lgani bilan qo'llanib turgan boshqa narsalar, masalan, silindrlari, shlankalari va undan tashqari havo bo'luvchi klapan, ya'ni respiratorlari bir-biridan farq qiladi. Misol uchun, bu $500 bo'lsa, mana bu apparatimiz, hop, $700 hisoblanadi. Hop, bu apparatimiz silindri katta, shlankasi ham o'ziga yarasha katta, klapanlari eng kattalardan qo'yilgan. Hop, bu nonchi uskunamiz, soatiga soatlarni aytdik. Hop, 500 grammgacha bo'lgan bemalol bunday nonlarda xohlagan fasonda chiroyli chiqarib beradi. Bumiz mana silindrlarimiz, ya'ni pnevmatika qismimiz kattalashgan sari qo'yib turgan grammlarimiz ortib boradi. Misol uchun bu bemalol 700 grammgacha, bu 1 kg 200, bu ham bemalol 1 kg 200 gacha bosaveradi. Ya'ni katta nonlarni ham bosib beraveradi. Endi aka kelib qoliplarni ham tushuntirib bersangiz qisqacha qilib. UMA firmasi 2020-yilda tashkil topgan bo'lsa, hozirgi kunda 20 dan oshiq o'zini nima deydi? Klientlariga ega va undan tashqari 20 dan ortiq o'zining ishchilariga ega. Ya'ni
bir odamimiz faqat sotuv bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ikkinchi odamimiz qolip bilan, qolgani toker, texnolog. Shu munosabat bilan men do'stimizni chaqiraman. Qoliplar haqida ham qolgan ma'lumotlarni to'liq berib o'tishadi. Murodjon akam, albatta. Mikrofonni berib qo'yasiz Murodjon aka. Albatta. Bitta qoliplar haqida ma'lumot bersangiz aka. Qoliplarimiz aka mana 180 grammdan 2,5 kilogacha qoliplarimiz bor aka. Bularni endi aka o'zlarini zakasiga qarab turib, guliga, fasoniga qarab turib tayyorlab beraveramiz aka. Hop. Misol mana bu apparatimizda silindrida temirida farq bor aka. Ili bunisidagidan mana bunda silindriniki kichikroq bo'ladi aka. Ha, ya'ni boshqa. Ha, buni shu ichi rezbasida farq bo'ladi aka. O'shaning uchun zakazlariga qarab turib, qaysi orqali temiri bor, shunga qarab turib, qaysidan kerak bo'lsa, shuni tayyorlab berilaveradi. Talablariga qarab, oddiy qilayotganda talablari narxlari ham shu grammiga qarab turib o'zgarib turadi. O'zgaraveradi. Ha, 400 ming so'mdan tanlab olishaveradi. Shunga qarab gram qo'shilishiga qarab turib yana qo'shilib boraveradi. Qo'shib beriladi. Endi qarang aka, o'rtacha $500 bo'lsa, bunga qolipi kiradimi, kirmaydimi? Kiradi. $500 ichida bitta qolipi, bitta chekichi bor aka. 6 oy garantiyamiz ham bor. Garantiyasi ham bor. 6 oy keyin xohlagan qolip tanlab olaveradimi? Xohlagan tanlab oladi. Gulini aytmoqchiman-da. Ha, Xohlagan gullarni tanlab olishadi. Endi bundan tashqari bunimiz $700 dedik. Bu liniyamiz nechi pul aka? Buni narxi aka base kompressor $1000. Base kompressor $1000. 1 kilogacha bosaveradi. 1 kilogacha bo'lsa, endi bu soatiga qarang. Bu nechta don chiqaradi soatiga? Bu nechta chiqaradi? Shu 500 ta, 600 ta, 700 tagacha chiqarsa bo'ladi. 700 tagacha chiqarsa bo'ladi. Bo'lsa bu nonni hajmiga qarab kattalashadi. Aslan patr nonlarimiz uchun. Patr nonlar. 3 ta silindrli apparatimiz aka bu. Patr nonlarni ham yaxshi chiqaradi 1 kilogacha. Bunimiz aka bu 6 talik, bu 1,5 kilogacha bosadi. Mana silindrni ko'rib turibsizlar, katta aka. Bu 1,5 kilogacha bosaveradi. 1,5 kilo. Bu narxi aka? Bu ham $1000 aka. Bu ham $1000. Ha, bu ham $1000 ekan akalar. Bu ham 1000. Bu hozirgi aytib o'tayotgan narxlarimiz hammasi base kompressor narxi. Base kompressor. Ha. Hammasiga 6 oy garantiyamiz bor. Endi bag'da liniyamiz ham bor ekan, non chiqaradigan apparat liniya. Bularchi? Ha, bu lentali non apparatimiz aka. Bu 2,5 kilogacha bosaveradi. 2,5 kilogacha bosaveradi. Buni qulayligi nimada aka bunimizga qaragan? Bu 2,5 kilogacha katta nonlarni, misol mana bunaqa qoliplarimiz bor, shularni ham bemalol bosib beraveradi. Bo'ldi. Katta gramli nonlarimiz bor. Farqi shunda aka. Aka bu liniyali bo'lsa, bunimiz o'sha kattaroq liniyasimi endi? Ha, bundan ham kattalik, bu undan ham katta nonlarni o'sha bosib beradigan bu 3 ta silindrli. Bu ustida silindrimizda aka 2 ta bo'lsa, bunda 3 ta. 3 ta. Akalar qaranglar, oddiy mana mahallani oddiy nonidan tortib, aytayaptilar, patr nongacha chiqaraveradi deyaptilar. Ko'rib turganlaringdek xohlagan sizni turingizga, talabingizga kelib chiqib, katta, kichik, patr nonmi, kichkina nonmi, soatiga 500 ta, 700 tagacha chiqar. Xohlasalar ham mana shunaqa mana liniyaligi bor. Xohlasalar ham bunaqaligi bor. Buni narxi aka gapingizni bo'ldim uzr. Buni narxi $2800. $2800. Base kompressor. Base kompressor. Endi qarang, $2800 dan ichida dastavkalarimiz qanaqa bo'ladi? Dastavkalar joyiga qarab turib kelishiladi. Vodiy bo'ylab qanaqa? Vodiy bo'ylab aka $50 holatiga qarab, joyi, tumani, o'sha yerga qarab turib kelishiladi. Chunki bu nimaga yo'l kirasi ichiga kirmagan, o'zi narxi arzon. O'zi narxi arzon. Agar shu pulni dastavkani ichiga tiqib olsa ham bo'lib, yanada qo'shib olsa bo'lardi, lekin bular stanoyda o'zini sotishadi. Dastavka qilmoqchi bo'lsa, o'zidan qilasa, chunki narxi o'zi shunday ham arzon. Mana shu apparatimizdan tashqari boshqa apparatlarimizga o'zlari kelib olib chiqib ketsa $50 o'tib beramiz. Ha, joydan kelib olib ketsa o'zlari olib ketsa $50 o'tib beramiz. Faqat bu apparatimizdan tashqari. Joydan kelib olib ketasizlar, $50 skidka, ya'ni bonus qilib berishadi. Ko'rib turganlaringdek mana chekish qoliplarni ham o'zlari ishlab chiqarishadi, buni ham o'zlari ishlab chiqarishadi. Dastavkalari ham butun O'zbekiston bo'ylab bor. O'sha aytganimizdek, kichkina nondan tortib, patr nongacha bo'lgan hammasi mana qolibidan tortib stanoyigacha bor. Xo'p, fikrlaringni kommentariyada qoldirib, kimdir shu Yuma firmasidan xarid qilib olgan bo'lsa, hozirgacha ishlatadigan bo'lsa, bu firma 5 yildan beri ish olib boryapti. Kimdirlar aniq olgan balki ko'rayotgan odamlar. Fikrlaringni qoldiringlar. Yaxshi, yomon fikrlaringni qoldirsalaring, unga qarab qolgan odamlar xarid qilsa bo'ladi. Akalar, biz 3 ta sotuvchimiz, mana apparatlarimizda ham 3 ta nomer yozilgan. Xo'p, Oqilbek, Faxriddin, Murodjon. Mabodo telefonlaringga javob bera olmay qolib, случайно endi har xil vaziyat bo'lib ko'tara olmay qolsak, har bitta nomerimizda WhatsApp, Telegramlar bor. Bemalol yozib qo'yib aloqaga chiqishlari mumkin. Ijtimoiy tarmoqdan ham yozsa bo'lishaveradi. O'sha aytib o'tganimizdek, dastavkalar ham bor.
undan aytgandek, olib boshdan olib ketadigan bo'lsangiz, skidkasi ham bor ekan. Pastda akalarimiz nomerini qoldiraman. Istalganiga qilasiz, qaysi biriga tushib qoladigan bo'lsangiz, sizga to'liq ma'lumot, balki biz bermagan ma'lumotni berib, shu ko'rib turgan apparatlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Murodjon aka, sizga ham katta rahmat aka, sog' salomat bo'ling.